Assalomu alaykum. Biz Ko'kat yer ekin maydonidamiz. Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Oltinvoha mahalla fuqarolar yig'ini 717-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda ko'kat ekilgan. Maydonimiz hajmi 10 gektarni tashkil etsa, uning uzunligi 136 metr va eniga 74 metrni tashkil etadi. Ekinimiz holati: bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlangan. Hozirda ekinlar gullash jarayoni yakuniga yetib, urug'lash jarayoni holatida. Mana ko'rib turganingizdek, gullarimiz urug'langan holatga o'tyapti. Ekinlarni yetishtirish 165-170 kun davom etadi va yetishtirish jarayonida tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi, sug'oriladi. Ushbu loyihaga 10 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Qizlar bas ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyihadan biz har bir gektaridan 1,2 tonna, jami 12,6 tonna hosil olindi va mazkur ekin yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari oshirib boriladi.